Bolalar, xullas sizlar bilan bu videoda UC lobbilarga qanaqa qilib kirishni o'rganamiz. Xullas bizga buning uchun birinchi bo'lib PUBG ga kirib olish kerak bo'ladi. Xo'p, mana PUBG ga kirib oldinglar. Endi UC lobbiga qanaqa qilib kirasizlar? ID parol orqali. Xo'p. Birinchi bo'lib mana UC lobbiga kirmoqchisizlar, PUBG ga kirdinglar. Telegramga kirasizlar. Qaysi kanalda kelgan ID parol? Ash kanalga kirib turasizlar. Uchun mana kanaldasizlar. Qaysi kanaldasizlar? ID parol keldi lobbiga kirish uchun. Mana ID parol. ID'si mana uzun raqam ekan. Ko'pchilik buni ustiga bitta bossa kopiya qiladigan qilib beradi. Mana ustiga bitta bosganingizda ID kopировать bo'ladi. Ko'pchilikda bu faqat raqam turadi. Sizlar shu raqamni mana PUBG'dagi murojaatga kirgizasizlar mana. Kartani bosasizlar. Masalan, mana yoqqa turgan mana menyu chiqadi. Menda lobby degan joy bor mana nastroykani oldida. Lobby degan joy bor. Ustiga bosasizlar lobbyni. Bu chap tomonimizda ko'ryapsizlar mana vwww text deb turibdi. Shu yerga boyaga ID ni qo'yishinglar kerak mana. Men kopировать qilib olganman. Men stavit qilsam bo'ldi mana. Shu yerga ID ni yozdim mana. Mo'joyiga mana. ID ni yozasizlar shu yerga kanaldan kelganda. Bu vxod degan joy bor mana shu vxodni bosasizlar. Menga lobbyda parolni so'raydi. Bizda parol mana parol bir ekan. Biz shuni bir deb shunga kirgizamiz. 1 deb yozamiz. OK deb bosamiz. Войти в lobby. Bum. Ko'rdinglar? Lobbyga kirdi. Mana. Men уже lobbydaman. Bu yerda lobbyda egasini navruzini qilyapti. Bu yerda men lobbyga kirdim уже. Men sizlarga o'rgatgan narsani sizlar просто tez bajarishinglar kerak bo'ladi. Bunaqa qilib menga o'xshab sekin qiladigan bo'lsangiz ulgurmaysizlar, chunki bolalar vaqti tez bo'lib ketgan. Qatnashaverasizlar bemalol. Yutib olganinglardan keyin yutug'inglarni olaverasizlar. Lobbyga shunaqa kiradi. Mana Android telefon. Bemalol shunaqa qilib o'ynasanglar bo'ladi UC lobbylarni. Hammaga rahmat. Sizlar bilan League Lobby.